Birdan maqsadga muddaoga o'tdik. Savollar tahliliga o'tamiz. Hech kimni kuttirmagan holatda. Bundan oldin bitta kommentariylarni yana bir qator ko'rib o'tamiz. Xo'p, yaxshi. Barcha o'zlarini tanishtirgan ustozlar, tanishganimdan xursandman. Davom etamiz. Xo'p, avvalambor an'anaviy savolga to'xtalamiz. Mana 33-chi, 34-chi, 35-chi savollar bu an'anaviy savollar hisoblanadi. Endi ushbu gaplar va sintaktik tahlilga oid izohlarni A dan F gacha nisbatan to'g'ri moslashtiring deyapti. Demak, bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan masala bor. To'g'ri moslashtirish. Deylik, mana A, B, C, D, E, F 6 ta javob bor, savol 3 ta. Demak, 3 ta javob 3 tasiga to'g'ri keladi va 3 ta javob ortib qoladi. E'tibor berasiz buning uchun. 33-chi gap, ya'ni savol. Boylik. Boylik. Mening uyimga sen kiradigan bo'lsang-u, iymon ketadigan bo'lsa, men senga o't qo'yaman. O't. Demak, mana bu yerda qo'yaman gapning kesimi. To'liq sintaktik tahlil qilib olishingiz shart bo'ladi. Demak, o't qo'yaman gapning kesimi. O't qo'yaman kesimi. Kim o't qo'yaman deyapti? Men. Gapning egasi, senga kimga to'ldiruvchi. Endi qarang, mana shunaqa gaplarda alohida virgullar bilan, alohida tiralar bilan yoki ikki nuqtalar bilan, qaus, turli xil tinish belgilari bilan ajratib olingan bo'laklarni sizda mana bu yoqda javobda nima deyotganini so'raydi. Shunchaki mana bu o'rtadagi kesimni yoki boshqani emas, virgul, nuqta, ikki nuqta, qaus, nuqtali virgul yoki shunga o'xshagan boshqa tinish belgilar bilan ajratib ko'rsatilgan belgilarga qarashingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda o't so'zi takrorlanyapti. O't qo'yaman, o't. Ya'ni bu kesim takroran kelyapti. Kesim takrorlangan. Va endi javobdan qaraymiz. Kesim takrorlangan degan javob bormi? Yo'q. Endi mana bu yerda o so'zi undovsiz. O so'zi undov. Bilasizlar, undovlar ikkiga bo'linadi. His hayajon undovlari hamda buyruqda undovlar. Bu aynan his hayajon undovi. O deb turib o'sha hayron qolish ma'nosida, yo g'azab, nafrat ma'nosida ekan, kechirasiz. Boylikka nisbatan o'z nafratini ifodalab turibdi. Ya'ni boylik mening uyimga kelsa yo mendan iymon ketsa, men boylikka o't qo'yaman deyapti. Demak, bu nafrat ma'nosida kelayotgan undov so'z. Va undov degan ma'nodagi undalma bor-u, undov yo'q, qarang. Undalma bor, undov yo'q. Ketdi. Xo'p, boylik, boylik. Demak, boylik bu yerda undalma. Ya'ni butun nutq shu boylik so'ziga qaralgan. Xullas, undalma boylik so'zi. Xo'p, yaxshi. Ikkinchi 33 boylik so'zi undalma bo'ladigan bo'lsa, undalma bu yerda, mana bu yerda kompyuterchimizning menimcha kamchiligi yoki bilmadim qanaqadir muammo bo'lgan. Undalmali gap bo'lib 2 marta bo'lib qolibdi. Xullas, mana bu D javobni olaylik, undalma o'sha. Xullas, mana bu undalma 33. D variant to'g'ri hisoblanadi. Ketdik 34. Dekabrning o'rtalari edi. Men uni yana uchratdim. Uchratdim kesim. Kim? Men egasi. Yaxshi. Uni to'ldiruvchi yana hol. Bu yerda demak, dekabrning o'rtalari edi. Bu demak, tinglovchini bo'lib o'tayotgan voqea, hodisa yoki davrga to'g'ridan to'g'ri olib kirish maqsadida ishlatilgan bir tarkibli gap. Ya'ni bu yerda na ega, na kesim bor. Bilamizki, bu yerda demak, dekabrning o'rtalari edi nima bo'ladi? Umumiy atov gap. Dekabrning o'rtalari edi. Boshqa na kesim, na ega emas u. Umumiy hukm bor bunda. Atov gap bo'lgandan keyin javob A varianti turibdi. Mana 34-savolimizda javob A. Xo'p. 35-savol. Ulardan xat keldimi? Keldimi kesim? Qarang, qiziq narsani ko'ramiz bu yerda. Keldimi kesim? Nima? Xat ega. Kimdan? Ulardan to'ldiruvchi. Yaxshi. Demak, yuqoridagi birinchi savoldan iborat gapimiz dialogik matnda. To'ldiruvchi, ega va kesim qiyofasida joylashgan. Pastga tushamiz. Javob, ya'ni dialogik matnda javobni qarang. Keladi, keladi deyapti. Demak, bu yerda keladi gapning nimasi? Kesimi. Yana keladi, bu ham kesim. Demak, yuqorida nimalar yo'q? To'ldiruvchi yo'q, yuqoridagi. Va yana ega yo'q. Ya'ni pastdagi javob beruvchi kishi nima deyish kerak edi? Ulardan xat keladimi deganda uni to'liq ishlatish uchun ulardan xat keladi deb to'liq ishlatish kerak edi. Demak, yuqoridagi to'ldiruvchi va ega ishtirok etmayapti. O'z-o'zidan ega va to'ldiruvchisi tushib qolgan to'liqsiz gap. Ega va to'ldiruvchi orqali kamaygan yoki qisqargan to'liqsiz gap. To'liqsiz gap esa siz javobda turibdi. Mana marhamat, ko'rasizlar.
35-savolimiz mana sizga javob. O'z-o'zidan so'z gap. Mana bu B javobda birorta bir gapda yo'q. Bu yerda 33, 34lar hech qaysida. Xo'p, kiritma ham hech birida yo'q. Mana bu javobda o'zimiz aytdik. Bitta jumla takror bo'lib qolgan, o'shaning uchun bunga e'tibor bermaysizlar. Bu texnik kamchiligimiz. Xo'p, aynan mana shu savol bo'yicha yaxshi, kimda qanday savol bor? Mana shu gaplar bo'yicha. Shu savol yo'nalishi yoki tipi bo'yicha. Xo'p, kommentariyada bitta o'qib qo'yamiz. Darslarni boshladik. Zafar Ilmurodov, siz yaqinroq o'tiring, kuzating bizni. Xo'p, essay haqida ham gapiring, essay haqida tushuncha bering. Essay haqida tushuncha albatta hamma narsa sekinlik bilan kommentariyalarda mana sizlardan talab kelib tushsin. Qaysidir bo'limlar bo'yicha Telegram kanallarimizda, Instagram kanallarimizda faol bo'ling. Qaysi bo'lim, qaysi masala bo'yicha ochiq vebinar o'tkazishimiz kerak. Mana fevral oyining oxirida ham yana vebinar o'tkazishimiz mumkin ehtimol. Bepul darslar tashkil etishimiz mumkin ehtimol. O'sha o'zingizdagi og'riq masalalarni yozib boring, kommentariyalarda faol bo'ling. Xo'p, Azizbek Mirzayev, men siz bilan bitta viloyatdan ekanman. Gap yo'q, zo'r. Xo'p. Yaxshi o'tirgan Shodlik Madaminov, rahmat. Xo'p, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. 35 ni qayta tushuntirib yuboring debdi Ozod Turdinazarov. Zo'r. Ozodbek qarang. Xo'p. E'tibor bering, Ozodbek siz uchun qaytadan ko'ramiz. 35 ta. Ulardan xat keldimi? Keldimi gapda bu yerda kesim. Nima keldi? Egani so'roqlari kim, nima xayr? Nima keldi? Xat ega kimdan? Ulardan to'ldiruvchi. Demak, bu gapimiz o'sha birinchi gap. To'ldiruvchi ega kesimdan iborat. Ikkinchi gapga qaraymiz, javobga qarang. Keladi. Har ikkalasi kesim. Demak, pastdagi ikkinchi gapda yuqoridagi qaysi gap bo'laklari ishtirok etmayapti? To'ldiruvchi bilan egami? Va ular ishtirok etmayaptimi? Kammi? Kam, ya'ni bir qaysidir ma'lum zarur bo'laklari mavjud bo'lmagan yoki zaruriy bo'laklar tushib qolgan gap to'liqsiz gap deyiladi qoida bo'yicha. Demak, 35 to'liqsiz gap deb siz javobni oldik mana marhamat. Ya'ni to'liq bo'lsa, ulardan xat keladi deb gap davom etish kerak edi. Shunaqa gaplar. Xo'p, attestatsiya va milliy sertifikat imtihonlari bir xil bo'ladimi? Yo'q, bir xil bo'lmaydi. Ikkalasi tamoman tipi ikki xil, lekin savollarning mavzu yo'nalishi bir xil. Attestatsiyada ham, milliy sertifikatda ham o'sha grammatika savollari, boshqa tahlil moslashuvi, yondashuvi bir xil bo'ladi. Lekin savollarda qisman farq bo'ladi. Essay haqida boshqa kunda gapiramiz. Zo'r. Xo'p. Ketdik bo'lmasa. Navbatdagiga qaraymiz. Ozodbek Turdialiyev qarab boring, 35 ga endi o'zingiz qaraysiz, balki boshqa savol kelar. Yana gaplarni sintak tahlilga oid izohlar A dan F gacha o'zaro moslashtiramiz va to'g'ri joylashtirib ketishimiz kerak. 33. Qarang, tirik ulki. Ulki kesim, ya'ni bu yerda ulki kesim kim? Tirik egasi. Men sizlardan uzr so'rayman, doskada yozish nihoyatda og'ir, chunki silliq doskamiz va rakurs biroz qochadi, shuning uchun mana shunaqa ustun chizib qo'yaman-da ba'zan xira qilib. Ulki kesim nima? Tirik ega. Kim? Tirik ega. Bu ega va kesimdan iborat. Sodda yig'iq gap. Undan keyin qolsa joy. Qolsa kesim, ya'ni shart mayli bilan kelayotgan o'sha vosita kesim. Nima qolsa? Joy. Mana bu yerga yozamiz. Joy, ya'ni tutuq belgi o'shada. Hovuz, bu ham ega. Xo'p. Undan keyin qismi bu yerda to'liqcha hol bo'lib kelyapti. Qachon? Ko'prik bilan karvonsaroy. Ko'lu, ko'prik, karvonsaroy, bular hammasi nima bo'lyapti? Ega bo'lyapti bu yerda. Qolsa kesim, nima qolsa? Joy qolsa, ya'ni hovuz, ko'l, ko'prik, karvonsaroy, mana bularning hammasi ega. Endi bu yerda e'tibor bering-da, hovuz, ko'l, ko'prik, karvonsaroy. Mana bu 4 ta vosita bir-biri bilan uyushyapti. Qanday qilib uyushyapti desangiz, hovuzdan keyingi vergul sanash ohangini berib turibdi mana bu. Sanash ohangi. Ko'l, ko'prik deganda mana bu u vositasi esa bog'lovchi bo'lib turibdi. Ko'prik la esa bu bilan ko'makchisining qisqargan shakli. Ko'prik bilan karvonsaroy, ya'ni ko'prik va karvonsaroy demoqchi. Xullas, demak ular o'zaro bir-biriga uyushgan. Endi qarang, A javobda uyushgan bo'lak bormi? Yo'q. B da bormi? Yo'q. C da bormi? Yo'q. D da bormi? Yo'q. E da yoki F da uyushgan bo'lak haqida ma'lumot bormi? Yo'q. 33-savolda uyushiq bo'lak bor ekan, mana egalari uyushgan ekan, lekin yo'q. Endi eslab ko'ring. Bizga ma'nosi noaniq bo'lgan bo'lakning, ya'ni joy so'zining, joy desak aniq bir joy emas-da. O'sha so'zning ma'nosini boshqa bir so'zlar bilan aniqroq berib o'tsa,
va ya'ni so'zini qo'yib bo'lsa terening o'rniga. Undan keyin qolsa joy, ya'ni hovuz, ko'l, ko'prik, karvonsaroy deb turib aniqlashtirib, batafsil berib o'tsa qanday bo'lak hosil bo'ladi? Barchangiz bilasiz, ajratilgan bo'lak, ya'ni izohlash yo'li bilan ajratilgan bo'lak hosil bo'ladi. Xo'p, izohlash yo'li bilan ajratilgan bo'lak hosil bo'lgan bo'lsa, birinchi gapda mana e'tibor bering. B javobda turibdi mana. 33-savolimiz, demak, to'g'ri javobi B javob. Ajratilgan bo'lak mana, ko'rib turibsizlar. Yaxshi. 33 menimcha tushunarli bo'ldi. Ketdik endi. Xo'p. Davom etamiz. 34. Izzattalablik o'z holicha ehtimol nuqsondir. Biroq u ko'p hollarda qadr-qimmat manbaidir. Demak, izzattalablik o'z holicha ehtimol manbai nuqsondir. Nuqsondir kesim. Nima nuqsondir? Izzattalablik ega o'z holicha qay holda? Hol. Xullas, ehtimol bu yerdagi kirish so'z. Ikki tomondan oldindan ham keyindan ham virgul kelyapti gapning o'rtasida kelgani uchun. Biroq bu yerda zidlo bog'lovchisi, mana zidlo bog'lovchisi ko'p hollarda qadr-qimmatning manbaidir. U egasi bu yerdagi mana bu u. Ko'p hollarda bu yerda hol, qadr-qimmatning aniqlovchi manbaidir, yana gapning kesimi mana shunaqa. Endi o'ylab ko'ring. Bu yerda bizda ikkita masala bor. Birinchisi biroq so'zi bilan kelyapti. Izzattalablik o'z holicha ehtimol nuqsondir. Bu bitta sodda gap. Biroq u ko'p hollarda qadr-qimmat manbaidir. Bu ikkinchi sodda gap. Ikkita sodda gapni kechagi mavzuni eslab ko'ring-da. Biroq degan bog'lovchi vosita bog'lab turibdi. Biroq bog'lovchisi bog'lasa, bog'langan qo'shma gap yuzaga chiqadi. Endi bog'langan qo'shma gap degan javob mana bu kalitlarning ichida bormi? Yo'q. Demak, bunga e'tibor bermaymiz. Ehtimolga qaraymiz. Virgul bilan ajratilyapti. Gumon ma'nosidagi nima edi? Kirish so'z edi. Kirish so'z. Bu yerda kirish so'z emas, kiritmali gap deyapti. Ya'ni kiritma demayapti. Kiritmali. Kirish so'zni kirish so'z, umuman kiritmali birikma yoki kiritmali qism deb olishimiz mumkin. Haqiqatan kiritmasi mana ehtimol, gap o'zi mana kiritmali gap kelyapti. Demak, D javobda turibdi 34. Yaxshi. 34 mana D javobda kiritma shaklida kelyapti. 35. Boshingga qilich kelsa ham rost so'zla. So'zla kesim. Qay holda so'zla? Rost hol. Boshingga qilich kelsa ham to'lig'icha umumiy kesim. Ya'ni boshingga qilich kelsa ham kesim. Endi boshingga qilich kelsa ham rost so'zla. Demak, sen rost so'zla degan ma'no bor. Ikkinchi shaxsda bu. Demak, bu gapning kesimi nechinchi shaxsda ekan? Xullas mana shunaqada ikkinchi shaxs. Bu gapning kesimi ikkinchi shaxsda ekan. Umumiy ma'no esa barcha shaxsga qaratilgan. Ya'ni boshimizga qilich kelsa, men ham rost gapirishim kerak. Boshimga qilich kelsa, boshingga qilich kelsa, sen ham rost gapirishing kerak. Boshiga qilich kelsa, ular ham rost gapirish kerak. Hamma rost gapirish shart. Ana endi umuman mazmunan gap barcha shaxsga qaratilgan, kesimning shaxs soni esa ikkinchi shaxsga qaratilgan. Demak, bunday gaplar egasi nima deyiladi? Umumlashgan gaplar. Demak, 35-savolimizda to'g'ri javob kaliti C javob hisoblanadi. Demak, C javob shaxsi umumlashgan yoki egasi umumlashgan gap deb mana berib o'tilgan. 33, 34, 35-savollar ishlashda mana shunaqa ehtimoliy xarakterga egalik, ya'ni chiqarib tashlash usullari yoki gapni to'liq tahlil qilish masalalariga batafsil to'xtalib o'tishingiz shart bo'ladi. Endi 12-savolga e'tibor beramiz. Endi bu 12-savol, mana shu savol, hali tipi o'zgargan savol deya olmayman. Bu savol hamma joyda qayta-qayta kelayotgan, shu tartibdagi, ya'ni an'anaviy tartibda keldi. O'sha fevral imtihonida ham 8-fevral 2-smenada adashmasam mana shunaqa tipda tushdi. Undan boshqa imtihonlarda 31-yanvarda, 1-fevral, 2-fevral, 9-fevral, 8-fevral 1-smenalarda ham asosan biroz yangilangan tipda tushdi. Bu nisbatan an'anaviy tip hisoblanadi biz uchun. Ya'ni avval an'anaviyni ishlaymiz, undan keyin yangilangan tipga ham o'tib olamiz. Qani, marhamat. Xo'p. Qaysi gaplarda tere o'zaro bir xil punktuatsion qoida asosida qo'yilgan? Bir xilligini ko'ramiz terening. Birinchi gap. Avvalo vatan muqaddas sajdagohdir. Mana ko'rib turibsizlar, tere bu yerda qo'yilyapti. Nima uchun qo'yilgan? Ko'chirma gap va muallif gapi o'rtasida kelyapti. Ko'chirma gap. Tamam. Avvalo vatan muqaddas sajdagohdir, bu ko'chirma gap. Derdi adabiyot ustozimiz, bu muallif gapi. Demak, ko'chirma gapli qo'shma gapda ishlatilyapti bu deymiz. Tamam, masala mana shunday. 2. Yigit e'tirozli ohangda dedi.
Mening maqsadim bor yo'g'i uni baxtli qilish. Qarangda, baxtli qilish kesim. Nima baxtli qilish? Maqsadim ega. Teri qayerda kelyapti? Egadan keyin kelyapti. Demak, egadan keyin teri kelyaptimi? Bitta qoidaga amal qilishimiz kerak. Bog'lama yo'q bu yerda. Demak, mening maqsadim bor yo'g'ini baxtli qilishdir. Ot kesim tarkibida bog'lama yo'qligi uchun egadan keyin nima qo'yilyapti? Tere qo'yilyapti. Demak, mana dir deb yozib qo'ydik. Bog'lama degan masalaga hammaga tushunarli bo'lsa kerak. Xo'p. Yaxshi. Davom etamiz. Uchinchisi, donolar demishlar, sog' tanda sog' aql. Xo'p, sog' tanda sog'lom aql. Mana bu gapga e'tibor beringlar. Sog' tanda sog'lom aql bo'ladi degan nima bor bu yerda? Bor degan gapning mana bu bo'lagi ishtirok etmayapti. Nimasi? Kesimi. Sog' tanda nimada? To'ldiruvchi. Sog'lom aql ega. Aniqlovchi mana bu ham. Bu ham aniqlovchi. Sog'lom aniqlovchi. Tanda to'ldiruvchi, sog'lom aniqlovchi, aql ega. Mana bu yerdagi teri esa, demak, nima uchun qo'yilgan desak, mana kesim ishtirok etmagan uchun. Bu yerda kesimlik belgisi emas, kesimning o'zi ishtirok etmagani uchun teri qo'yilgan bu yerda. To'rtinchisi, hayot bir kitob bo'lsa, biz, ya'ni insonlar desak bo'ladi. Biz gapda ega, insonlar ham ega. Mana bu yerda ya'nini qo'yib ko'ring. Ya'ni insonlar. Demak, biz desak umuman olinyapti, ya'ni desak aynan ajratib ko'rsatilyapti. Demak, ya'nini qo'yish bilan ajratilgan izohlovchi hosil bo'lyapti, ajratilgan ega hosil bo'lyapti. Demak, mana shunaqa yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Ajratilgan bo'lak. 5-inchisi, til, bayroq, gerb, madhiya, valyuta, milliy valyuta, bular hammasi uyushq bo'lak. Til, bayroq, gerb, madhiya, milliy valyuta uyushq bo'laklar. Bular umumlashtiruvchi so'z. Demak, uyushq bo'lakdan keyin kelayotgan nima uchun qo'yilyapti? Umumlashtiruvchi bo'lak uchun qo'yilyapti. 6-inchisi, rassom inson ruhiyatini, ya'ni uning qalbini. Xo'p, deyishimiz mumkin, ruhiyatni, ya'ni uning qalbini o'z ijodida aks ettiradi. Aks ettiradi kesim. Ruhiyatini to'ldiruvchi, ya'ni uning qalbini bu ham to'ldiruvchi. Mana bu teri bu yerda ajratilgan bo'lakni ajratish maqsadida qo'yilgan deyiladi. Endi qarab ko'ring. 2 bilan 3 topib ko'ramiz. 2 da dir kesimda bog'lama yo'q, 3 da kesimning tubdan o'zi yo'q. Demak, bu bir xil maqsadda emas, xato. Javob chiqib ketdi. E'tibor bering. B javob 1 va 2 deyapti. 1 ko'chirma gapli qo'shma gapda muallif va ko'chirma gap o'rtasida qo'yilyapti. 2 da bog'lama yo'qligi uchun. Demak, 2 ham chiqib ketib qoladi. Xo'p. 5 bilan 6 ga qaraymiz endi, e'tibor bering. 5-savolda aynan masala bu yerda ko'rilyapti. Mana 5-gapda umumlashtiruvchi bo'lak, 6-sida maqsad nima uchun qo'yilyapti? 6-sida ajratilgan bo'lak uchun qo'yilyapti. Demak, 5, 6 ham chiqib ketadi. D javobga qaraymiz. 2 va 4 masalasiga qarang. 2 da bog'lama, 4-sida ajratilgan bo'lak. Demak, D javobi chiqib ketyapti. Bu yerda bitta muammo paydo bo'lgan. E'tibor bering. Bu muammo nimadan iborat desak, bu muammo kesim masalasi 2 bilan o'zi qarang. 2 bilan 3 ga qarang. 2 da kesimda bog'lama yo'qligi uchun qo'yilgan edi. E'tibor bering. 3 ga qarasak, kesimning tubdan o'zi yo'q. Demak, har ikki gapda ham birida kesimda bog'lama yo'qligi uchun, mana dir bog'lamasi yo'qligi uchun, ikkinchi, ya'ni 3-gapda kesimning tubdan o'zi yo'qligi uchun. Sog' tanda sog'lom aql. Demak, har ikkalasida ham kesim masalasi ko'tarilgani uchun kesimning ikkita nuqtasiga qaratilyapti va aynan 2-3 ni birinchi, ya'ni xato sifatida olgan javobimizni qaytadan kiritamiz. Ya'ni, shu o'rinda aytib o'tib ketaman, milliy sertifikat imtihonlarida xuddi mana shunday teradigan savollar kelib qolsa, hech bir, ya'ni bitta javobni o'zini to'g'ri yoki bitta javobni o'zini xato qilib ola olmaysiz. Bir-biriga nisbatan nima deydi? Bir-birini taqqoslab chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni nechta javob kaliti bo'lsa, har biriga bir-bir to'xtalib o'tishingiz kerak. 34-savolda Yashnar Kamolboyev, bundan oldingi 34-savolda muammo bor menimcha shu kishida. Bitta qaytamiz, Xo'p, 34-savol. Xato emasmi debdi? Yo'q, xato emas. Qarang. Ehtimol kiritma, ya'ni kirish so'z kiritma. Kiritma bo'lgandan keyin mana bu yerda kiritmali gap dedikda 34 mana. Kiritmali gap D javobda. Ya'ni gumon ma'nosidagi kiritma bo'lgani uchun 34 da D oldik. Xato emas bu narsa.
Bemalol skrinshot qilib, boshqa tahlillarda ham ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. 12-savol endi e'tibor bering. Yana ham e'tiborli bo'lasiz. Sal o'zgargan tipda, ya'ni fevral imtihonida hammani qaysidir ma'noda qo'rqitib qo'ygan tipda. Ko'pchilik tayyorgarlik ko'rmagan yo'nalishda tushib qoldi. Ya'ni haqiqatan teriya berdi mana. Teriya tinish belgisining foydalanish sababi noto'g'ri endi bu yerda qarang. Noto'g'ri. Bitta shuni o'chirib berasizmi o'shani? Rahmat. Xo'p, teriya tinish belgisi ishlatilishi sababi noto'g'ri deyapti. E'tibor bering. Ko'rsatilgan javobni aniqlang. Gapda nechta teriya bo'lsa, har bitta teriyani sharhlab aniqlab chiqamiz avval. Siyosat buyuk imkoniyatlar san'ati. Demak, san'atda gapning kesimi, siyosat gapning egasi. Endi siyosat buyuk imkoniyatlar san'ati so'zdan keyin nima bo'lish kerak aslida? Eslab ko'ring-da. Dir bog'lamasi bo'lish kerak, san'atdir. Kesimda bog'lama yo'qligi uchun teriya qo'yilyapti. Demak, mana bu teriya nimaga bog'liq? Bog'lamaga bog'liq. Xullas, bog'lama uchun qo'yilgan. Kesimda bog'lama yo'qligi uchun. Endi siyosatni bilding, dunyoni bilding. Bilding gapning kesimi, e'tibor bering. Nimani? Siyosatni to'ldiruvchisi kim bildi? Haqiqatan qarang, siyosatni bilding. Kim deb tiklasak bo'ladi? Men bildingmi, sen bildingmi? Sen bilding. Demak, sen degan ega ishtirok etmayapti bu yerda, lekin mazmun ham bor. Siyosat bu bitta sodda gap. Dunyoni bilding. Bilding ikkinchi kesimi, ikkinchi gapni. Dunyoni nimani to'ldiruvchi? Kim? Sen bilding. Endi bu yerda teriya nima uchun qo'yilyapti? E'tiborli bo'lasiz. Ikkita sodda gap. Ikkita sodda gap o'rtasida teriya kelgani uchun bu bog'lovchisiz qo'shma gapda teriya qo'yildi deb olamiz. Bog'lovchisiz qo'shma gap. Va endi mana bu yerga e'tibor bering, teriya. Bu ko'chirma gapga qo'yilyapti. Mana bunisi bog'lovchisiz qo'shma gapga qo'yilyapti. Mana bu ko'chirma gapga qo'yilyapti. Belgilab boring. Xo'p, davomini qarang. Hamid Sodiq tomonidan ommaga taqdim etilayotgan Durdona, ya'ni vatandoshlik dasturi esa millatni siyosat olamiga olib kiradi. Endi mana bu yerda ya'nini qo'ysak bo'ladi. Bugun o'sha asosiy masalani mana shu ya'niga qaratdik-a, eslangda bo'lsa. Teriyaning ustiga o'rniga ya'nini qo'yib bo'lsa va ya'ni bilan keyingi qism Durdona so'zi bizga biroz noaniq edi. Demak, taqdim etilayotgan Durdona desak nimani aytyapti tushunmay turibmiz. Ya'ni vatandoshlik dasturi desak bu aniqlashib boryapti. Demak, mana bu Durdona degan so'zning ma'nosini teriya mana bu yerda aniqlashtirib boryapti vatandoshlik dasturi sifatida. Ya'ni qo'yib ko'ryapmiz. Bu natijada ajratilgan bo'lakni hosil qiladi. Endi teriyalarning ma'nosini sharhlab oldik. Javobga qarang. Ega va bog'lamasiz ot kesim o'rtasida teriya tinish belgining qo'llanishi. Mana bu yerda bor mana. Mana shu qatorda bizlar A javobda isbotini ko'ramiz. Ya'ni A javobga qadrli kuzatuvchilar ptichka qo'yib qo'yamiz. Bizga to'g'risi kerakmi? Yo'q, xatosi kerak. Shuning uchun A javobni olmaymiz. B javob. Umumlashtiruvchi so'zni uyushiq bo'laklardan ajratish maqsadida qo'llangan. Umumlashtiruvchi so'zni menga topib beringlar qani? Yoki uyushiq bo'lak topib bering qani shu yerda? Menimcha bu yerda uyushiq bo'lak yoki umumlashtiruvchi bo'lak haqida gapirdikmi? Yo'q, gapirmadik. Tinglab turgan bo'lsangiz agar diqqat bilan. Davom etamiz. S. Ajratilgan bo'lakni hosil qilish uchun teriya tinish belgisi qo'llanish kuzatilgan. Mana ya'nini qo'yib ko'rsak ajratilgan bo'lak hosil bo'ladi dedik. S javobda bu ham to'g'ri. D ga qaraymiz. Bog'lovchisiz qo'shma gap qismlari orasida teriya tinish belgisining qo'llanishi kuzatiladi. Bu mana bu qatorda mana. Bog'lovchisiz qo'shma gap bor bu yerda. O'sha siyosatni bilding, bitta sodda gap. Dunyoni bilding, ikkinchi sodda gap. Bu yerda natijada so'zni qo'yib ko'rsak bo'ladi. Siyosatni bilding, natijada dunyoni bilding. Demak, natijada so'zni qo'yib ko'rsak, sabab natija munosabatli bog'lovchisiz qo'shma gap o'rtasiga nima qo'yilgan bo'ladi? Teriya qo'yilgan bo'ladi. Demak, bu yerda bog'lovchisiz qo'shma gap qismlari orasiga teriyaning ishlatilishi bu ham to'g'ri ifoda hisoblanadi. Xo'p, A, S, D javoblar ifodaga nisbatan mana A ifoda birinchi qatorda, S ifoda oxirgi qatorda qarib, D ifoda ikkinchi qatorda berilgan. Yana ham tushunmasangiz kommentariy ochiq va izohlar ochiq. Umuman qo'llanmagani umumlashtiruvchi bo'lak va B javobni olib qo'yapmiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi savolga o'tamiz.
Yaxshi. Endi 39-savol tepada ham anchagina o'zgarish bo'lib turibdi. Yaxshi, qaraymiz bunga. Xo'p, 39-savolimiz. Berilgan parchada tinish belgilari tushirib qoldirilgan kiritmani aniqlang deyapti. Endi mana shu savolda ko'pchilikni muzlab chiqqanini ko'rdik. Ko'pchilik o'quvchilar yoki ustozlar ham kerak bo'lsa muammo qilib nimani olishdi, javobga nimani yozishdi bilmay chiqishdi. Bu aniq bo'lgan voqea. Men sizga bo'rttir aytganim ham yo'q, aniq voqeani aytyapman. Yaqinda fevral oyida bo'lgan holat mana shu holat. Berilgan parchada tinish belgilari tushirib qoldirilgan. Ketdik, qarang. Tinish belgilari tushirib qoldirilgan kiritmani aniqlang deyapti. Va javoblar varaqasiga to'liq yozing deyapti. Nimani yozasiz? Mana bu kiritmani yozasiz albatta. Boshqa nimani yozardingiz? Kiritmani yozasiz yerda. Endi qadrli kuzatuvchilar, xo'p, tinish belgilarini tiklash uchun yoki tushirib qoldirilgan tinish belgilarini tiklash uchun yoki xato qo'llangan tinish belgini to'g'ri qo'llash uchun eng samarali usul nima degan savol beraman. Qani kommentariy izohlarga bitta yozasiz. Demak, tinish belgilari bo'yicha muammolarni tiklash yoki yo'q qilish uchun eng samarali usul nima? Nima? O'sha vergul ishlatilishini yodlab chiqish kerakmi? Ikki nuqtanimi? Undan ham boshqa samarali usul bor. Buni nimaligini hozir kommentariyada sizlardan kutaman agar javoblaringiz bo'lsa. Qani. Tinish belgilarida eng samarali usul nima? Kim biladi? Kommentariyada yozishguncha. Qani. Azizbek Mirzoyev xira deyapti tasvirda 3-4 safardan beri. Menimcha siz o'zingizda muammo bo'lsa kerak Azizbek. Qolganlarda yaxshida chunki. Xo'p, tinish belgilariga qani yechim. Qoidalarni yodlash deyapti. Endi qoidalarni yodlash bu birinchi qadam u. Birinchi qadam qoidani yodlash. Punktuatsion qoidalarni yodlash, punktuatsiyani o'rganish bu birinchi qadam. Bu yechim emas. Yechim, e'tibor bering, diqqat bilan eshiting. Hali hech qayerda aytilmagan bitta yechim aytaman. Tinish belgini topishning eng zo'r yo'li ikkita qadam bilan amalga oshiriladi. Birinchisi mana bu yerda yozildi. Punktuatsiyani yodlash, to'g'ri. Ikkinchi eng muhim qadam, ko'pchilik mana shu qadamni qilmaydi. Shunchaki yodlaysiz. Vergul qanday o'rinlarda qo'yiladi, ikki nuqta qanday o'rinlarda qo'yiladi, ko'p nuqta qachon qo'yiladi, teriya qachon qo'yiladi, so'roq qachon qo'yiladi. Xullas, demak, barcha tinish belgini yodlab chiqasiz, lekin mana bu ishni qilmaysiz. Sintaktik tahlil qilmaysiz. Demak, qadrli kuzatuvchilar, tinish belgilarini o'rnida to'g'ri qo'llashning eng zo'r yo'li ularni albatta yodlab chiqish munosabatini. Va bu tomonda, demak, sintaktik tahlil qilib olish gapti. Ko'ramiz. Bu yerdan tahlil qilasiz. 57-yilning erta kuzida yozuvchilar bog'ida dam olayotgan edim. Bu yerda dam olayotgan edim gapning kesimi. Chizsam biroz dam olayotgan edim kesim mana. Kim dam olayotgan edi? Men. Lekin men degan so'z bu yerda ishtirok etmagan. Dam olayotgan edim kesim, to'g'ri. To'liqcha kesim. Qayerda? Yozuvchilar bog'ida. Xo'p. Qachon? 57-yilning erta kuzida. To'liqcha bu ham payt holi. Demak, birinchi gapda hech qanaqa masala, holat, muammo yo'q. Abdulla aka o'sha kezlar sinchalak ustida ishlardi. Ishlardi kesim. Kim ishlardi? Abdulla aka. Gapning egasi. Qachon ishlardi? O'sha kezlarda. Nima? Sinchalak ustida. Sinchalak bu badiiy asar ustida. O'sha badiiy asar nomi, sharhi ustida yoki yozish ustida to'ldiruvchi. Bu yerda ham demak tinish belgi shart emas. Davom. Har kuni oldiga kirganimda stol ustida qissaning 80-mi, 90-mi? Hozir esimda yo'q. Sahifasi turardi. Turardi kesim, qarang. Nima turardi? Sahifasi ega. Nimaning sahifasi? Qissaning aniqlovchi. Nechanchi sahifasi? 80-mi? O'zi ham bilmayapti aniqlovchi. 90-mi? Bu ham aniqlovchi. Hop, stol ustida qayerda hol? To'g'ri. Endi qarang. Mana bu qism gapda kerak emas. Ya'ni mana shu qism. Gapda kerak emas deganim qaysi ma'noda? Gapda tushirib qo'llash imkoniyatimiz bor bu qismda.
Qani tushirib qo'llab ko'ramiz. Har kuni oldiga kirganimda stol ustida qissaning 80-mi, 90-mi, 90-mi sahifasi turardi. Demak, hozir esimda yo'q degan qism bu yerda alohida ma'no kashf yoki kasb etyaptimi? Va o'ta muhim bo'lakmi bu? Yo'q. Demak, umumiy gapga nisbatan qo'shimcha axborotni, qo'shimcha informatsiyani, qo'shimcha ma'lumotni berish uchun kiritilgan qism gap. Va endi buni biz tinish belgisini tiklaymiz. Qavs. Nima uchun qavs qo'ydim? Mana qavs, o'sha yerda ikki tomonli qavs bo'ladi. Hozir esimda yo'q. Chunki kiritma gaplar o'zidan boshqa gap turlari bilan yoki boshqa bog'lovchi vositalar yoki turlar bilan qavs orqali ajratib o'tiladigan qoida bor. Xuddi siz aytgan qoidani qo'ydik. Endi sintak tahlil qilganimizda hozir esimda yo'q. Bu nima bo'ladi? Kiritma gap bo'ladi. Demak, bu yerda siz javoblaringizda mana bu narsani yozasiz. Hozir esimda yo'q degan narsani. To'liq katta harflar bilan. Xullas mana shunaqa. Hozir esimda yo'q. Mana shu 39-savolga o'xshagan, tipi o'zgargan, kiritmada aniqlash bo'lar, bu safar ajratilgan bo'lakda aniqlash bo'lar yoki uyushq bo'lakda aniqlash bo'lar. Shunga o'xshagan masalali savollarda kimda ishlashga ozgina ko'nikma paydo bo'lgan bo'lsa, bu bugungi bizning maqsadimiz, darsimizni qaysidir ma'noda asl bir niyatimiz ham shunday edi. Xo'p. Yaxshi, zo'r. Davom etamiz. 39-savol tushunarli bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda bemalol bitta-bitta like mi yoki bir plyusmi biron bir belgini qoldirib qo'ying, yaxshi.